Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda sizlar bilan 2025-yilda qanaqa 1 million prosmotr yig'ish va kontentlaringizni polniy rekomendatsiyaga ushlash bo'yicha to'liq katta darslik bo'ladi. Bu YouTube uchun katta go'shtli tekin informatsion darslarimizdan bittasi. Shuning uchun obuna bo'lib, videoga like qo'yib qo'yishni esdan chiqazmang. Xudo xolasa, polnoценный har bitta etapini men sizga tushuntirib ko'rsatib beraman. Xo'p, bugungi razborda biz sizlar bilan huklarni, ya'ni videoda boshli 3 sekundlarni million ko'rishda soni yig'adigan qanaqa mavzularda kontent qilish kerak. Bu aynan ekspertlar, shaxsiy brend ko'tarayotgan odamlar uchun mo'ljallangan yoki mutaxassislar bor, shaxsiy brend rivojlantirayotgan yoki o'zini kontent qilayotgan, hammasiga to'g'ri keladi. Call to actionlar qanaqa beramiz va bonusiga sizlarga social media kalendar beraman. Ya'ni shu kontentlaringizni, ideyalaringizni har bittasini upakovka qilishingiz uchun undan tashqari triggerlar, ya'ni triggerlar deganda qanaqa triggerlar bor, shularni videoda ishlatsangiz siz yana qo'shimcha axlat, qo'shimcha prosmotr olishingizni har bittasini men sizlarga bugungi videoda to'liq o'zim tushuntirib beraman. Shuning uchun bir joylashib olib, iloji bo'lsa konspekt formatda o'tirib olganingiz yaxshiroq, chunki informatsiya juda ham ko'p har bittasini qabul qilish uchun. Xo'p, birinchi hukdan boshlaymiz. Huk bizda har bitta videoni Instagramda ochib ko'rganingizda birinchi 3 sekundda bizda huk deyiladi. Ya'ni huk shunaqa narsaki, odam sizni videongizni oxirigacha ko'radi yoki ko'rmaydi, sizni qiziq yoki qiziqmasligingizni birinchi 3 sekundda hal qiladi. Bu kimdirlar 3 deydi, kimdirlar 5 deydi, kimdirlar 7 deydi. No 7 gacha katta ehtimol bilan bormaydi. 3-5 sekund atrofida bu narsa o'zi hal bo'ladi. Ya'ni videongizni oxirigacha ko'radi yoki ko'rmaydi degan narsalar bu yerda o'zida hal bo'ladi. Xo'p, bizda 6 xil huk bor. Ya'ni 6 xil, bu hamma huklarni Instagramda ko'rgansizlar. Har bittasi bilan hozir men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. O'zi ancha sizlarda ham tushunchalar paydo bo'ladi. Birinchisi bizda munozarali argument, ya'ni achchiq haqiqatlar. Bu narsa nima? Ikkita tomon, ya'ni auditoriyada bir kontentlarni ko'rgan bo'lsangiz, ikkita tomon bir-biri bilan urushadi. Misol qilib aytaman, ikkichilar doim muvaffaqiyatli bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa kontent bor, ikkichilar doim muvaffaqiyatli bo'ladi yoki maktabda 2 ga o'qigan, oxirgi partada o'tirgan bolalar har doim zo'r bo'lib ketgan, biznesmen bo'lib ketgan, tadbirkor bo'lib ketgan degan narsalardan kommentariyasiga kiradigan bo'lsanglar, nimani hisobiga 10 million prosmotr yig'adi? Odamlar o'zini fikrlarini yozadi. Ya'ni u urushadigan argument hisoblanadi. U yerda odamlar nima deydi? Yo'q deydi, men birinchi partada o'tirganman, men 5 ga o'qiganman, hozir biznesim bor, zavodim bor, tam o'qituvchiman, oliy ma'lumotliman, baxtliman, bolam bor. Unaqa, ya'ni ikkita tomon bir-biri bilan urushadi. Ikkichilar o deydi, to'g'ri deydi, zo'r deydi, a'lochilar o'sha botdan o'zining argumentlarini keltiradi va bunaqa misollarimiz juda ko'p. Ikkinchisi, ayollar mashina hayda olishmaydi. Ya'ni ayollar mashina haydamagani yaxshi yoki ayollar har doim mashina haydasa orqasidan signal chalinadi yoki ayollar umuman rulga o'tirmagan yaxshi degan bilan video boshlanadigan bo'lsa, o'sha katta ehtimol bilan erkak auditoriyalarni o'sha bittada qiziqtirib oladi va o'tda bor negativini o'sha kommentariyaga yozishga harakat qiladi. Nimaga? Chunki mashina haydaydiganlar biladi, ko'chada ayol kishi bo'ladigan bo'lsa reaksiyasi sal pastroq, uni orqasidan yuraman desangiz, katta ehtimol bilan u bitada yo tormoz berib qoladi yoki qanaqadir darajada haydaydi. Uni ko'rganingizdan keyin iloji bo'lsa o'tirmay qo'ya qolsin deysiz. Ayniqsa taksida ham bu gapni eshitgan bo'lishingiz mumkin va bu narsa hamma uchun qiziq. Yoki uchinchisi, pul tejab hech qachon boy bo'la olmaysan yoki oylikka ishlab hech qachon boy bo'la olmaysan degan huk bilan boshlanadigan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu argument. Yoki IELTS o'qish uchun matematikani bilish kerak, yaxshi ko'rgan odam bilan palonchi ish qilish kerak, pul baxt olib kelmaydi, farzandingizni rus maktabga berish shart emas. Ya'ni shunga o'xshagan argumentlar juda ham ko'p. Ya'ni mana shunaqa videoingiz huklar bilan boshlanadigan bo'lsa, bemalol uverenniy bo'ling, xudo xolasa, agar zo'r folder bilan, zo'r intonatsiya bilan gapirib boshlaydigan bo'lsangiz va bu yoqdagi kontentchasini yaxshi qilib beradigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan videongiz rekomendatsiyaga chiqdi deb o'ylayverishingiz ham mumkin. Menda bu yerda ikkita misol bor. Buni ham videoda ochib ko'rsataman, shu sizlarga ancha tushunarliroq bo'lishi uchun. Pul baxt keltirmaydi deysiz. Siz ovqat nonni zo'r bo'lib ko'rmagansiz-dek. Pul baxt olib keltirmaydi degan boyagi mavzuyimizda kimdir video ishlagan, 72 mingta like. 72 mingta like degani bizda taxminan 1 million prosmotrdan o'zi oshuv degani. Keyingi videoni ko'ramiz, hozir hukini ko'ramiz, faqat qizuv joyini. Farzandni rus tilini o'rganish uchun rus maktabiga berish shart emas. Ya'ni qisqa vaqtda birinchi 3 sekund bilan o'zi auditoriyani o'zimizga tortib oldi. Ya'ni farzandingiz rus tilini bilish uchun rus tili maktabga berish shart emas. Bu yerda kommentariyada ketdi. Ya'ni bu fikringizga qo'shila olmayman, haqiqiy pedagog, rahmat sizga, это неправда, yaxshi fikr, zo'r, ya'ni yolg'on, unaqa narsa emas. Ya'ni odamlar bu yerda birinchi aytgan narsam bo'yicha talashadi, bir-biri bilan urushadi. Shuni hisobiga bu video million prosmotrdan oshib chiqib ketgan. Ikkinchi huklar bizda ikkita, uchta maslahatlar. Bu kitob, kino va shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. Bu juda ham ko'p ko'rgansizlar. Fikrlashimni o'zgartirgan 3 ta narsa, mana bunaqa natijaga masalan birinchi 1 million topish uchun qilingan 3 ta kitob,
qanaqadir mavzuda nimadir tavsiya qiladigan top 3 ta kino, ya'ni shunga o'xshagan mavzularni juda ham ko'p ko'rasizlar. Nimani hisobiga bu narsalar? Odamlarda har bitta sonlarga yoki konkretni raqamlarga nisbatan qiziqish bor. Ya'ni siz top 3 ta kino deyapsizmi? Top birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi yoki 3, 2, 1 deb sanaladigan bo'lsa ham odamlarga keyingi etap qiziq. Ya'ni 1 ni ko'rdi, okey, 2 ni ko'rdi, okey, 3 nima ekan degan narsa uni videoni ko'proq ko'rishiga sabab bo'ladi va ko'proq ko'rgani hisobiga videongiz rekomendatsiyaga chiqadi. Algoritm bo'yicha men sizga qisqacha aytaman. Instagram algoritm qaysi videolar ko'proq million prosmotr yig'adi, katta ehtimol bilan 50% dan o'tgan, hatto 51% dan ko'proq sredniy prosmotr bo'ladigan bo'lsa, o'sha videolar katta ehtimol bilan 1 million prosmotrga chiqadi. И o'tda yana qo'shimcha o'sha faktorlari bor. Bu bo'yicha ham bitta misol ko'rsataman. Xo'p, bu yerda Ma'rifat Jamal realni o'zgartirgan top 3 qaror. Birinchisi, doimiy o'zgarishga fikrlashimni o'zgartirgan top 3 ta qaror. 1, 2, 3. Bu yerda ham xuddi shunaqa tempda ketaveradi. Yana bu yerda men bitta kontent ko'rsataman sizlarga. Xo'p. Okeyda ham kontentlar ancha yaxshi kirdi. Dunyoni 99% odamlari shu 3 ta kinoni motivatsiya uchun ko'radi. 1%. Dunyoni 99% insonlar, ya'ni bu yerda ikkita raqam ishlatilgan. Dunyoning 99% insonlari va 3 ta kinoni ko'radi. Odamlar ketdi, oxirigacha ko'rgan. Mana shu videoni o'zi 5 millionmi, 5 milliondan oshiq prosmotr bo'lgan. Buni biz qilmaganmiz. Taxminan example uchun ko'zim esimga tushgani uchun hozir sizlarga bu narsani misol sifatida ko'rsatdim, чтобы yaxshiroq tushunishinglar uchun. Ya'ni keyingi biz uchun insight, har bitta videoni boshida biz aniq raqamni ishlatamiz. Bu sonlar bo'lishi mumkin, iloji bo'lsa qanaqadir aniq raqamlar bo'lishi mumkin. 99% bilan 3 ta kinoni ishlatilgani ham katta ehtimol bilan qiziq bo'lgan ko'p odamlar uchun. Xo'p, uchinchisi bizda storytell. Storytell deganda biza qanaqadir hikoyani qanaqadir odamga aytib berishimiz har doim hamma uchun qiziq bo'lgan. Storytell format именно qanaqa ishlaydi? Tasavvur qiling, o'rtog'ingiz bilan chiqdingiz yoki kimdir bilan gaplashyapsiz, o'tgan kuni bo'lgan qanaqadir voqea haqida yoki hayotingizda bo'lgan voqea haqida gapirib berayotganda, ikkinchi tomon sizni qiziqib eshitadi. Telefon o'ynab o'tirgan joyda telefonni yig'ishtirib qo'yib qo'yadi. Чтобы nimaga? Sizni fikrlaringizni eshitish uchun, o'sha paytda bo'lgan voqeani eshitish uchun. Esingdami, mana bunaqa bo'lganda yoki ana kun shunaqa zo'r voqea bo'ldi, menda mana bunaqa situatsiyalar bo'ldi degan narsani anaqa deb tushuntirib beradigan bo'lsangiz yoki gapirib beradigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan mana shu videolar million prosmotrdan oshadi. Bunga bir nechta misollarim bor menda. Xo'p. O'zim misolimda, masalan, degan boshqanaqa, menda ham interes bo'ladi, короче, gaplash. Menda shunaqa o'rtoqlarim bor, qizlar bilan gaplashadigan. Bu yerda ikkita tema ushlaganman. Bittasi relationship bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu yerda o'zi voqea haqida, ya'ni men o'zimda bo'lgan istoriyani, o'zimda bo'lgan holatda men ikkinchi odamga aytib beraman, tomoshabin uchinchi odam sifatida ko'ryapti bu narsani. Ya'ni agar hozir men bu yerda videoda kameraga qarab gapirmaganimda va bu yerda men yana ikkinchi odam bo'lganda, men unga qarab turib nimadir voqeani aytib berib uni reelsga keltiradigan bo'lsam, bu o'zi storytell format ketadi. Ya'ni qanaqadir istoriyani to'liq odamlarga aytib berish bo'yicha va menda bu narsalar bo'yicha juda ham misollar ko'p. Xo'p, yana bitta misollardan bittasi, masalan, o'zimda ishlatganman. Mana shu narsani hozir ko'ramiz. Bir gap aytgan, mana shundan keyin o'zi pulni bemalol ishlatishni boshlaganman. Ya'ni bitta o'rtog'im shunaqa gap aytgan, mana shu narsadan keyin pulni bemalol ishlatishni boshlaganman. Ya'ni bu yerda men o'zi uchinchi odamga bu yoqqa emas, o'zi bu yoqqa qarab gapiryapman. Ya'ni o'zi eski format, to'g'ri, oldin yaxshi kirardi, hozir ham kiradi. Agar aniq tiniq huklar bilan ishlatadigan bo'lsangiz, men o'zi bu yoqqa bitta odamga qarab gapiryapman, bu yerda men aytib beramanki, men bitta og'aynim aytgan, shundan keyin men pulga nisbatan boshqacha qarashni boshlaganman deyapman va odamlarga bu narsa qiziq va bu yog'ida temani o'zi ham ancha qiziq bo'lgan. Shuni hisobiga 1-2 million prosmotr bo'lgan. Yokida yana boshqa misollarda ko'rsataman. O'zimizning yani ekspertlardan bittasi Sardor aka qurilish bo'yicha hozir bo'ladi ham 1,5 milliondan oshiq prosmotr yig'gan videomiz bor. Endi o'tda ko'proq shaxsiyat ochilgan. Hozir uni ham sizga tushuntirib beraman. Nimaga 716 mingta prosmotr bor ekan. Ibodatga kirmagunimcha nima qilmasam o'xshab ketdi. Ya'ni nima qilmasam ibodatga kirmagunimcha o'xshab ketdi degan narsani o'zi bu yerda storytell formatda, ya'ni bizga qarab aytib beryapti. Biz bu yerda o'tiribmiz, xuddi shu studiyada olingan. Bu yerda o'zi storytell ketayotgani hisobiga odamlarga ham qiziq bo'lgan. Ya'ni bu yerda endi religiyaga aloqasi bo'lgani uchun ham qiziq, ikkinchi format storytell bo'lgani uchun ham ancha odamlar uchun qiziq kirgan. Xo'p, 3 tushundik. 3ta bizda asosan storytelllarni olib chiqqanmiz.
to'rtinchisi odamlarga nerealniy bo'lgan narsalar bilan boshlash. Ya'ni odamlar eshitdimi, miyasiga sig'dira olmasligi kerak. Qattan unaqa narsa yo'q, bu aldavyapti, bu yolg'on gapiryapti degan narsalar bo'lishi kerak. Bu bo'lishi mumkin. Birinchi $1 million 25 yoshda topganman. Men Dubayda 11 mingdan 25 minggacha oylik kutyapti. Bu bitta kashtogim $850 turadi. Direktimga Ronaldo yozgan yoki shunga o'xshagan narsalar. Hozir bular bilan ham men sizga eksempl ko'rsatganim ancha yaxshiroq kiradi. Birinchi $1 million 25 yoshimda topganman. Bu video ham 1 millionga yaqin prosmotr yegan. Nimani hisobiga? Birinchi $1 million 25 yoshda topganman. Ya'ni O'zbekiston mentalitetida 25 yoshda birinchi $1 million, ya'ni $1 million katta summa topish, bu sal ancha muncha nerealniroq tuyulgan va o'tda kommentariy kiradigan bo'lsangiz, odamlar bu yerda ham ikkiga bo'lingan. Ya'ni kimdirlar bu narsaga ishonmasdan qaragan, odamlar aldamasangizchi, qo'ysangizchi degan narsalar bo'lgan. Ikkinchi tomon bo'li ishonib, o'zining auditoriyalari ancha anaqa bo'lgan, pozitiv fikr bo'lgan. Keyingi videoni ko'ramiz. Yigit keladida, mana Dubayda $11 ming dan $20 minggacha oylik kutyapti. Ya'ni mana shu video O'zbekistonda rekord darajada bo'lgan, ya'ni bir kun ichida taxminan 10 millionga yaqin prosmotr bo'lgan va tasavvur qiling, 1-2 kun ichida sizning o'zi Instagramingizda 120 mingta, 130 mingta auditoriya bo'lib turibdi. Mana shu video, ya'ni pakashda O'zbekistonda rekordni darajada deb hisoblayman, chunki undan katta rezultatni ko'rmadim. Tanishimiz qilgan bu videoni. Bu yerda ikkita narsa ishlatilgan. Ya'ni hook o'zi qiziq, nerealniy narsa. 23 yoshli bola keladida, Dubayda mana 11 mingdan $20 ming gacha oylik kutyapti deb aytyapti degan narsani ham storytell bilan ulashgan, ham nerealniy narsa bilan ulashgan. Ya'ni bu ayol bu yoqqa qarab gapiryapti, bu yoqqa qarab gapirayotgan paytida ikkita mana shu hookdan foydalangan. O'shaning hisobiga odamlarda boom bo'lgan. Tushunishingiz uchun 10 million prosmotr butun O'zbekiston aholisi Instagramga kirdi degan. Ya'ni tushunishingiz uchun Instagramda o'zi 10 millionta user bor bizda. Pastki hammaga yetib bordi bu video, hamma bu videoni ko'rdi degan ma'noda yetib keladi. Xo'p, 5-inchisi faktlar. Ya'ni aniq sonlar, aniq raqamlar bilan berilgan faktlar. Buni misol qilib aytaman. Birinchi o'zim eshitgan sonim Shahidonimovdan yechish uslubi bor. Hozir boshqatdan qo'yib beraman. 48 quintillion yechish uslubi bor ekan. Kubik Rubikka 48 quintillion yechish uslubi bor ekan. Bo'ldi. Bu video ham почти million prosmotr bo'lgan. Nimani hisobiga? 48 quintillion, tim bo'li kubik Rubikka yechish usuli borligi haqida miyangiz sal qabul qilishi qiyinroq bo'ladi, lekin bu aniq fakt. Ya'ni biz nerealniy narsani gapirmayapmiz yoki yo'q narsani gapirmayapmiz yoki antan olib turib gapirmayapmiz. Bu yerda o'zi aniq faktlar bilan gapiryapmiz. O'shaning hisobiga bu narsa ancha yaxshiroq kiradi. Yana bugungi bir nechta misollar bor, hozir xayolim kelmayapti. Abdulloh degan bola bor, dunyo statistikalari bo'yicha gapiradi. Yana tam subyektivlar bor, aniq raqamlar bo'yicha gapirishadi. Ya'ni ularning ham videolari nisbatan nimaga ko'proq prosmotr yig'adi deydigan bo'lsangiz, o'tda aniq faktlar, aniq narsalarni olib chiqilgan hisobiga odamlar uchun ancha yaxshiroq kiradi. Hozir subyektiv emas, Jamshid Ziyoxonov, uni bitta o'zingizlar ham ko'rib olasizlar, kirib kontentlarga e'tibor bersanglar, qaysidir davlat bo'yicha qanaqadir faktlarni gapirgan videolari ancha million prosmotrdan oshib ketgan. Ancha odamlar qiziqishini olgan. Shu narsani ham bitta o'zingizlar uchun tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. 6-inchisi mashhurlardan misol. Ya'ni bu narsaga eng zo'r misollarning anaqasi blogerlar bekati degan anaqa bor. Profil bor. Hozir men bu narsani sizlarga ko'rsataman. Blogerlar bekati degan profilda qanaqa O'zbekistonlik mashhur futbolger o'zini o'zgartirishga qaror qildi. Ya'ni bu odam o'zi 3-litsodan gapiradi. 3-litsodan deganda qanaqa? Определенный, masalan, tam Mittimi jamoasi nimadir qildi. Ya'ni o'zbekistonlik futbolger o'zini ozdirish uchun tam Rossiyaga bordi, nimadir qildi. Ya'ni mashhur insonlarning nomini ishlatib turib, u bo'yicha kontentlar qo'yadi. Palonchi kimgadir nimadir sovg'a qildi, palonchi nimadir bo'lib ketdi, palonchi nimadir bo'lib ketdi degan narsalar ko'p ommalashib borganning hisobiga bu yerda ancha odamlarga qiziqroq bo'ladi va bunaqa videolar ko'proq uchiladi. Ya'ni bu yerda asosan mashhurlar haqida kontentlar qo'yiladi. Bu sizlar bilan hozir biz to'liq huklar haqida gaplashdik. Keyingisi bizda qaysi mavzu atrofida biz video qilsak, bizda million prosmotr yig'adi. Shu narsani ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda bizda 5 xil kategoriya bor. Boyagi bilan ozgina to'g'ri keladi. Pul, munosabatlar, emotsiya, noodatiy mahsulot yoki mavjudotlar va storytell. Ya'ni 5 ta shu mavzu atrofida video qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan katta auditoriyani qamrab olasiz. Bu yerda men ekspertning videolarini qo'shmadim, sohadagi mutaxassisingizni qo'shmadim yoki qanaqadir o'zingiz yo'nalishida nimadirlarni qo'shmadim. Bu umumiy har bitta yo'nalishga to'g'ri keladigan, har bitta odamga to'g'ri keladigan, har bitta mavzuga to'g'ri keladigan yo'nalishlarni qo'shdim. O'shaning uchun nima desa bo'ladi? Bu million prosmotr yig'ish uchun mavzular. Ya'ni siz qaysidir ekspertligingizni yoki qaysi bir sohangizdagi nimadir ko'rsatib ham bu prosmotrlarni yig'a olasiz. Umumiy hisobda tushuntiraman. Agar sizlarning sohangizdagi chuqurlashish kerak bo'ladigan bo'lsa, men hozir ozgina o'rganishim kerak bo'ladi. Xo'p, pul, ya'ni pulga aloqasi bor mavzular.
uchta nomerlar bor-ku, geliklarga asosan taqishadi. Qancha turadi shu nomerlar? Hozirgi 3ta A geliklarga taqiladigan nomerlar qancha o'zi turadi? Misol, mana shu videomizda 1,5 million, почти 1,7 million prosmotr bo'lib ketgan. Ya'ni juda ham ko'p odamlarga yetib borgan. Eng qizig'i bu videodan keyin 3ta A nomerlar o'zi qonuniy olib chiqish mumkin emas. Ya'ni butun militsiyadan ichida shu o'zini shu nomer razdelda majlisda bo'lgan. Shu videodan keyin ya'ni kim olib chiqib beryapti bu nomerni, kim shu nomerlarda ishlayapti degan narsa o'zi ozgina bo'lsa ham odamlarning yonida ko'tarilgan. Ya'ni tushunishingiz uchun полный militsiya UZB bir balo degan kanalida mana shu videomiz hamma yoqda aylangan. Xo'p, keyingisi nomerlar o'zidalar bor. Ular olib chiqsa bo'ladi. Said Jafar profili. Bu yerda ham UZS nomerlar qanchaga olib chiqsa bo'ladi. Qisqa muddat ichida 20 ta video bilan 6600 ta prosmotr yig'ildi. O'zbekistonning eng qimmat 3 ta raqam masalan, bu ham 1,2 million prosmotr. Ya'ni narxga bog'lagan har bitta videomizda katta ehtimol bilan yaxshi axvatli, yaxshi prosmotrli bo'lgan. Biri 1 million, biri 8 million eng qimmat telefon nomeri. Mana shu video ham juda yaxshi kirgan. Ya'ni telefon nomeri eng qimmat nomeri. Odamlar u odamga telefon qilib tashlagan hisobiga bizga telefon qilishgan. Pul beramiz kerak bo'lsa, iloji bo'lsa o'chirib tashlaylik bu videoni degan murojaat bilan bizga chiqishgan даже bu videoni orqasidan. Xo'p, keyingisi kompyuter case shumi shunda? $5000 kompyuter case, ya'ni kompyuter sohasida ham Ismoil MPC'ga ham bizning narx bilan ulagan videolarimizni asosan yaxshi axvat, yaxshi prosmotrlar yig'gan. Bu nima? Kompyuterxona o'rtacha qancha daromad olib keladi? Toshkentda o'rtacha kompyuterxona qancha foyda olib keladi? Hisoblab. Ya'ni buni har bitta yo'nalishga pul bilan ulab ketsangiz bo'ladi. $5000 kompyuter, ya'ni yarim minutdan oshiq prosmotr. Toshkentda Burkilsoydan 5 ta dona, ya'ni narxi qancha degan anaqa videolar, case ochamiz, narxi qancha, bar qancha pul olib keladi. Ya'ni har bitta ekspert bilan ishlayotgan yilida qanaqadir narsani pul bilan ulash imkoniyati bor. Ya'ni bu yerda tushuntirishim kerak bo'lgan narsa. Ikkinchisi munosabatlar, ya'ni bu yerda har xil munosabatlar. Adezdagi bo'lgan munosabatlar, ota-onangizga bo'lgan munosabatlar, ukangizga, singlingizga, o'rtog'ingizga, tam отношения, xotiningizga, bola farzand, ya'ni har bittasi munosabatga kirib ketadi. Bu yerda ham bir nechta misollar ko'rsataman. Munosabatlar bo'yicha psixologlarda asosan ancha bemalol auditoriya yig'ish ham, videoni prosmotrini oshirish ham, chunki ularda prям umumiy katta mavzularni olib tashlashadi. Psixologlar bo'yicha ham bitta ikkita misollar bu kontentni ichida qo'shdim. Menda ko'ngli yo'qligini bilaman, lekin men uni sevaman. Yo'qotish. Buni tushuntirib o'tish ham shart emas. Turmush o'rtog'i haqida. Keyingisi Erkaklarni yomon ko'rasiz. qanaqa erkaklarni yomon ko'rasiz? Bu ham nisbatan munosabat, ya'ni erkaklarga bo'lgan munosabat. Xo'p, uchinchisi ibodatga, bu ham o'sha bitta anaqa, nima desa bo'ladi, religiyaga nisbatan munosabat. Buni boya ko'rib chiqdingizlar bilan. Xo'p, ishlamayapti. Adam ham ishlamayaptilar, men ham ishlamayapman, akam ham ishlamayaptilar. Uyda eng oxirgi yig'ib qo'ygan $1000 pullar. bu yerda ham adam, onam, akam mana shunaqa o'zi anaqa ketgan. Ya'ni o'shaning uchun ham bu video katta ehtimol bilan 1 million prosmotr yig'gan. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Xo'p. 20 yoshli yigitlarga tavsiya beradigan prinsiplardan bittasi bu qizlar bilan gaplashish. 2 millionga yaqin prosmotr degan 18-22 yosh atrofida bolalar qizlar bilan gaplashmagani yaxshi degan konsepsiya berilgan. Har bitta ko'rsatgan ekzemplim hozir полный munosabatlar mavzusiga to'liq kirishadi. Xo'p, emotsiya keyingisi. Emotsiya videoda qanaqa? Aston Hall bor, bu O'zbekiston prям portlatib yubordi. O'zbekiston emas, o'zi международный portlab ketdi buni videolari. Bu yerda odamlarga nima emotsiya beryapti? Ya'ni muzdek suvga yuzini tiqishi bitta emotsiya, luxury hayotlarni ko'rsatish ikkinchi emotsiya, o'zini kun tartibi, idealizatsiya qilingani o'zi odamlarga ancha emotsiya beradi. Emotsiya videolarda yo odamni kulish kerak, yig'lash kerak, hayratlanish kerak, havas qilish kerak, hasad qilish kerak, ya'ni farqi yo'q. Odamning ichidagi emotsiyalar o'ynash kerak. Bu har xil video rubrikalar ichiga kirib ketaveradi. Mitta mening anaqasida bu bloger bo'ladi. Endi bularda asosan kuldirish, chumolini kontentlari, ya'ni bu yerda ham ko'proq emotsiya, tam aka, do'stlar, tam ota-ona, pul, kambag'al o'rtoq, boy o'rtoq, ya'ni shunga o'xshagan bu yerda emotsiyalar o'ynatgan hisobiga, hayotiy narsalar bo'lgan hisobiga ham chumollarda yana replay uz bor. Bularni ham misol qo'shganman. Bularda ham asosan ko'p million prosmotrlar yig'adi. Shunaqa mavzular atrofida kontentlar qilgani uchun. Xo'p, keyingisi bizda noodatiy mahsulot yoki mavjudotlarni ko'rsatish. Ya'ni bu yerda juda ham ko'p misollar kirib ketadi. Bitta Tigers Latifovs degan odamni qo'shganman. Nimaga? Chunki sherlar, xameleonlar, ya'ni shunga o'xshagan hali ko'p odam ko'rmagan anaqalarni, hayvonlarni olib kelib ko'rsatadi. Burgutni ko'rsatadi,
tam yumron qozonni ko'rsatadi, mana shunga o'xshagan narsalarni ko'rsatgani hisobiga odamlarga qiziq, odamlar ko'rib o'tiradi, shuni hisobiga million prosmotrlar yig'adi. Storytel formatli, boya gaplashdik sizlar bilan, Storytel Alisher Isayev ham, mana juda katta og'riqim bor. O'zbekistonliklarni mana shunaqa deb o'ylashadi. O'shaning uchun bu ham video bilan sponsor yig'gan. Brendga yana bitta Alisher Isayev misolida yoshligida travma olgan bolalar. Keyingisi yoli ko'proq qizmi, ertangi yoli qizmi? ya'ni bu yerda ham Storytel, ya'ni boshqa katta auditoriya gapirayotgan joy yoki nimadir hikoyani gapirib berayotgan joylar qo'yiladi. Shuni hisobiga videolar katta axvat, katta prosmotr va katta rezultatlargacha olib keladi. Shuni hisobiga bizda to'liq videolar prosmotri yaxshi kiradi. Xo'p, keyingi narsa bizda Keyingi narsa bizda call to action. Call to action bizda ikki xil bo'ladi. Call to action videoni oxirida aytiladigan narsa. Videoni oxirida aytib ketishga harakat qiling yoki obuna bo'lishga yoki like qo'yishga yoki o'rtalaringizga jo'natishga yokida хотя-бы nimadir qilishga. Ya'ni nimaga bu narsa kerak? Videoni oxiri mazmunli tugalishi kerak. Tugagandan keyin qanaqadir harakatga olib borish kerak. Bu algoritmga ta'sir qiladi va videongiz prosmotrini yaxshiroq olib kelishga nima sabab bo'ladi. Ikkinchisi lead magnetlar bor bizda. Lead magnetlar nima? Ko'rgan bo'lsangiz kommentariyada plus qoldir, minus qoldir, ya'ni chatbotni ulab turib, yana qo'shimcha materiallar bersak bo'ladi, чтобы auditoriya bilan ozgina oxirida kommunikatsiya qilib yo'naltirishga. Yokida bu haqida o'rganmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling, kuzatib boring yoki lentamda yana ko'p videolar bor. Ya'ni odam sizni qaytib lentangizga kirishga yoki obuna bo'lishga o'zi qanaqadir trigger bo'lish kerak. Qo'shimcha bonus qilib men sizlarga social media kalendar beraman. Ya'ni bu yerda asosan mutaxassis uchun to'g'ri keladi. Bu yerda siz qanaqa kontent qilyapsiz, statusi, montajga deadline, qachon chiqishi, qaysi platformaga, sarlavhasi qanaqa bo'lishi kerak, edit qilindimi, qilinmadimi, referensi, kommenti, skripti, video uchun referensi, muzika uchun referensi, qachon tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta dona protsesslarni to'liq sizlarga yozib chiqishga o'tga jamoalarda montajyorni qo'shib qo'yib, uni kontrol qilishga yordam beradigan Notion'da fayl bor. Bu faylni men Telegram kanalimga beraman. Xudo xolisa Telegram kanal pastda linkini qoldiraman. U yerda qo'shilsanglar, qo'shimcha ko'plab ma'lumotlar bo'ladi o'zingiz uchun. Plus ketimi shu faylni olish imkoniyatingiz ham bo'ladi. Xo'p, eng oxirgisi yana qo'shimcha triggerlar bor. Men ularni ham o'tib beraman. Ya'ni mana shu triggerlar bilan videolar boshlaydigan bo'lsangiz ham katta ehtimol bilan yaxshi prosmotrlar yig'adi. Bugun qisqacha qanaqa million prosmotrlar yig'ish haqida to'liq video joyladim. Qisqacha emas, normal vaqt ketdi. Ko'rgan bo'lsanglar, vaqtingizga rozi bo'linglar. Video yoqgan bo'lsa, like qo'yib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki YouTube ham bu yog'iga har hafta video qo'yishga va har hafta mana shunaqa foydasi tegadigan go'shtli informatsiyalar qo'yishga harakat qilamiz. Shun bilan xudo xolisi tugadi. Undan tashqari pastda Telegram linki bor. Qo'shilsanglar, triggerlar bilan social media kalendari men o'tga tashlab qo'yaman. Yana qo'shimcha yangiliklar, umumiy mana shu soha bo'yicha go'shtli infolarni o'tdan kunli olib turishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, charchamanglar.